to'shagigacha kelayotgan davrigacha ayol kishiga e'tibor berish kerak. Qanaqa e'tibor? E'tiborni zo'r qilib qo'ysangiz, ya'ni har doim sevishingizni, hurmat qilib uni nimadir kichkina narsa, katta narsa emas, kichkina narsani sovg'a qilib podarka qiladigan bo'lsangiz, ana undan keyin ayol kishi xursand bo'ladi. Ana to'shaga kelgandan keyin endi o'zini qonun qoidasi bor. Birinchi o'rinda shu toza, o'ziga qaragan, har taraflama gigiyenik toza bo'lish kerak. Ana undan keyin keyingi masala, asosiy masalalardan biri ereksiya zo'r bo'lish kerak. Qattiq bo'lish kerak. Ko'pincha shunaqa narsalar patsientlarning orasida eshitib qolamiz. O'zi qoniqib oladi, ayol kishiga 20 minut yoki bizdan 40 minut, bir xillari 1 soat keyin qoniqadi. Shuning uchun birinchi ayol kishini erkalab, o'sha erogenniy zonalari bilan shug'ullangan holatda keyin bir yarim soat 40 minutdan keyin o'zingiz amaliyotni bajarishingiz kerak bo'ladi. Amaliyot bajarayotganda sizda ereksiya yaxshi bo'lishi kerak, uzoqroq davom etishi kerak. Shu ayol kishini qondiradigan va o'zingiz qoniqadigan darajada bo'lsa,